Umar ibn Xattob roziyallohu anhu. Sahobalarning eng oliysi, ummatning ilhomlangani, dindagi eng shiddatlisi, vafoti bilan butun ummatni yig'latgan, islom otasi, hech kimdan qo'rqmagan, dunyodan behojat zohid bo'lgan, roziligi azizlik, g'azabi hukm bo'lgan, shayton undan qo'rqqan, islom qo'rg'oni, uning sobit ustuni, Fors va Rum saltanatini ko'targan eng katta islomiy futuhotlar egasi, ra'yini tasdiqlab, Robbisi Qur'onda oyatlar tushirilgan kishi. Alloh taolo u zotning tiliga va qalbiga haqni joylagan. Undan keyingi xalifalarning holiga voy bo'lgan. U tufayli ummat fitnalardan omonda bo'lgan. Uning iymoni bilan islom aziz bo'ldi.